Tizzali ortopedik joynamoz haqida ma'lumot berib o'taman. Bu joynamoz aynan tizzasi og'rib, oyog'ini yerga bosolmagan odamlar uchun mo'ljallangan. Joynamozimizda afzalligi nimada? Aynan tizzasini o'zida poroloni bo'ladi. Qalinligi 5 sm-da. Tizzasi og'rib, oyog'ini yerga bosolmaydigan inson o'sha porolon ustiga tizzasi bilan tushadi. Bosim nisbatan kamroq bo'ladi. Oyog'i tizzasi yumshoq tushganini hisobiga shu insonga qisman bo'lsa ham o'zi harakatlanib, oyog'ini yerga bosib, namoz o'qishiga qulaylik yaratib beradi. Joynamozni uzunligi 1,35 sm bo'ladi, eniga 80 sm bo'ladi. Ya'ni bo'yi uzun odamlar uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Undan tashqari joynamozni tegi qismida zamoka bo'ladi. Zamokni ochib turib, misol 5 yilmi yoki 6 yilda o'sha poroloni ezilishi boshlaganida zamok ochib turib, uni bemalol olib almashtirishi imkoni bor. Joynamozni tegi koja, zax o'tkazmaydi, kir moshinaga solib yuvish imkoni bor. Bemalol sitilib ketmasdan sizga ancha yil xizmat qiladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar uchun post tagida telefon nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.